akril, glansli, yaltiroq. Mana bu yerga bitta kichkinagina рабочий zona desang bo'ladi. O'zim shkafi bilan. Tualetni stolik deydi, ayollar bo'yanishga desang bo'ladi. Mana shkaflari, buraydiganlari, hamma joy podsvetka. Podsvetkalarimiz o'chadi. Ochganimizda yonadi, yopganimizda o'chadi, bari podsvetkamiz. Bergan xuddi shunday qulchoylar. Yerga detskiy xonasi. Uchta farzand detskiy xonasi. Yaxkilarni ham o'zimiz qilganmiz. Shkofi. Uchovniki отдельный bag'riga mana kiyim qo'yishiga, kiyim qo'yishiga, tortmalari bilan birga. Uchovniki ham xuddi shunday. Mana bu yerga kiyim bitta elektroni bor, keyin mana bu yerga svet shitlari, bir nimalari bor edi. Bu tarafda petlik qo'yilmasligi uchun bu tarafdan ochiladi. Shitlar turibdi. Bu yerga kiyimlari, mana bu yerga ishlaydi, dars qiladi. Mana ham podsvetkasi bo'lishi kerak. Podsvetkalari bor. Endi master spalni deydimi, родительский deydimi, nima deydimi? Bu yerga ham bitta ish bo'lyapti hozir. Sanityorlari bor. Mana garderobini tuzamiz. Mana garderob qilingan, kiyim olish, yechish, hammasi almashtirish. Bu bari tiponya qilingan bularnikichi, hammasi. Tez ruchka o'zingizlar. Ipalari ham, bog'lari ham, hammasi bosib ochiladigan, ochganda svet yonadigan tortmalari. Mana bu yerga bo'yanadigan, anamisi. Buni ham oynasi podsvetkasi yonadi. Sal oynasi rasoroq tozalanmagan hali. Mana bu yerga mana hozir bitta havo yana